Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir hafta ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi mehmonimiz ko'rib turganlaringdek Matiz mashinasi. Eshigimiz anchagina ichkari kirgan. Bunga yuqorilari pasti hamma joy ichkari kirib ketgan. Buni parogimiz ozgina bor. Bunga mana krillosiga orqa zadniy krillada. Keyin mana bamperlarimiz zazor ozgina ochiq qolgan. O'shalarni to'g'rilab, tekislab jo'li qilib berishimiz kerak. Xudo xolasa kirashlar eshikni o'zini qilib berishimiz kerak. Almashtirmaydi, o'zini qilib qilinadi. Kuzatishni davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek to'g'rilab oldik. Inshaalloh Xudo xolasa endi shpagalov yaratamiz. Mana ko'rasizlar, eshik qanaqa chiqqanini. Ko'p gapirib o'tirmayin. Bu aytadi-ku, gap ko'p shart emas, ishni ko'proq deganda. O'zi kommentariyaga ham shunaqa gaplar ko'p bo'lyapti, o'sha uchun ko'rib turganlaringdek mana shu eshigimiz, mana orqasini ham to'g'rilab oldik. Endi Xudo xolasa shpagalov taqib paroglar ham bo'ldi. Endi shpagalov taqib burundurga tayyorlaymiz. Mana do'stlar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa endi burundurga sepamiz. Mana ko'rib turganlaringdek o'sha eshigimiz modellarning o'zi chiqdi. Mana ozgina bor edi. Shuni sal yalatib oldik, to'g'rilab, spotterda tortib, tekislab. Hopsi hamma joyi tortildi, tekislab keyin tayyorladik. Xudo xolasa endi burundurga sepamiz. Kuzatishni davom etinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek kraskaga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa endi kraska sepib egasiga beramiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek matchamiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa endi egasiga topshiramiz. Ko'rib turganlaringdek bo'ldi. Tayyor bo'ldi hammasi. Endi pavirovkaga hali qilmadik. Bunday pavirovka chunki qilib bo'lmaydi, o'liq yaxshi qurmagan. O'sha uchun tayyorni ko'rsatyapman. Lekin pavirovka qilgandan keyin ham nima qilaman, ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganlaringdek o'sha mashinamiz, mana o'sha eshigimiz. Ko'p shpagalov yemabdi, ozgina yaratiladi. Endi ko'rib qanchalik qachoqligini. Ko'rib turganlaringdek mana shu mashinamiz. Buni usto haqqi o'pishi hamma narsasi ichiga 1,5 million so'm bo'ldi. Parog, orqa krilo, eshik hammasi 1,5 million qilib beryapman. Hamma narsa xarajat ichiga. Hech narsa olib kelmaydi. Bamperlarni ham ko'tarib bilan to'g'rilab berdim.
Sizlar bilan bir hafta bo'ldi. Ko'rishgandan baxtli xursandman. Inshaalloh tez orada ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Audio Jungle.